Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Qaysarligi va egilmas sunmas jasur irodasi bilan butun Sharq Turkiston xalqining qalbida taxt qurgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining mustabid Xitoy hokimiyati tarafidan nohaqalda qo'lga olinganligining 10 yillik munosabati bilan 15 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi, shundaqla Dunyo Uyg'ur Qurultayı qatorliq ko'plagan xalqarалық organlar orqa-orqadan maxsus bayonotlar e'lon qilib, Xitoy hukumatidan Ilhom To'xtini tezdan va shartsiz holda qo'yib berishni talab qildi. Beijingdagi Markaz Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xti 2014-yili 15 yanvarda qo'lga olingan hamda bo'lginchilik jinoyati bilan muddatsiz qamoqqa hukm qilingan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatining Uyg'urlar uchun eng aqlli kishilik haqlarini talab qilgan bir ziyolini muddatsiz qamoqqa hukm qilishi keskin tanqidlanib, bu qamoq jazosi shuni ko'rsatadiki, Xitoy Xalq Cumhuriyati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ijro qilinayotgan tangsiz va kamsitish xarakterli siyosatlarni jumladan qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni tanqid qilishga jur'at qilgan jasoratli sadolarni o'chirishga butun kuchi bilan urinmoqda deb ko'rsatildi. Shuning bilan birga Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda hilam ijro qilayotgan turli zulmlarni ayblab, Ilhom To'xtining tezdan qo'yib berilishi lozimligini, buningga hech qanday shart qo'yishga bo'lmaydiganligini eskartdi. 15 yanvar kuni Dunyo Uyg'ur Qurultayı bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Xitoy hukumatidan Ilhom To'xtini darhol qo'yib berishni va turmalarda nohaqalda tutib turilayotgan sonsizlagan Uyg'ur ziyolilarini ozod qilishni talab qilish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Ilhom To'xtining oqibatiga yaqindan diqqat qilishga va Ilhom To'xtini erkinlik erishtirish uchun Xitoy qaratgan turli besimlarni yana oshirishga chaqirdi. Bayonotda Qurultay raisi Dolqin Iso apandi mundaq deb ko'rsatdi. Ilhom To'xtining muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishi Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatining tipik bir o'rnakidan iborat. Bu hodisa Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqining orzu talablariga aslo parvo qilmaydiganligini to'liq isbotlab berdi. Ilhom To'xtining taqdiri butun Uyg'ur xalqiga Xitoy hukumatining tinchlik shaklidagi eng aqalli fikr talablarini qabul qilishni xohlamaydigan tabiatini yana bir qatim oshkorlab berdi. Qurultayning bayonotida Ilhom To'xtining tarjimali, shundaqla 2014-yili 9-oyda Urumchida sud ichilib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan jarayonlar, hozir qadar Ilhom To'xtiga berilgan xalqarалық mukofotlar tafsili o'rin olgan bo'lib, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, 2016-yildan buyon 300 nafardan ortiq Uyg'ur ziyolisining tutqun qilinganligi yoki g'oyib qilib ketilganligi, bularning ichidagi ko'plagan Uyg'ur ziyolilarining turli matbuotlarda izchil turda tilga ilinib kelinganligi, BDTning alayda dokladchi xodimlarining e'lon qilgan doklad va bayonotlarda Xitoy turmisidagi Ilhom To'xti, Toshpo'lat Teyib, Yolqin Ro'zi, Qurbon Mahmud, Akbar Asad, Gulshan Abbos qatorliq Uyg'ur ziyolilarining sarguzashtlaridan qattiq cho'chish tuyganligini tilga olganligi eskartib o'tildi. Uningdan boshqa 15 yanvar kuni Chexiya Jumhuriyatining poytaxti Praga shahrida Vaslav Havel kutubxonasining o'rinlashtirishi bilan Ilhom To'xtiga erkinlik, Ilhom To'xtiga beg'ishlangan kecha temasida maxsus faoliyat o'tkazilgan. Xitoy iqtisodining yuksalishi va uning dunyodagi savdo iqtisod, emgak va muhitga bo'lgan ta'sir haqida maqolalarni e'lon qilgan Tor jurnali Xitoy qo'llanishda e'lon qilingan Amerika hukumatining Xinjiang masalasini hal qilishi nomli bir maqolada Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni ma'qullanib 2 yil o'tganda, bu qonunning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirishiga turtki bo'layotgan savdo va iqtisodiga zarba berishda o'ynagan roli va kengayayotgan ta'siri muhim tema qilingan. Maqolada ko'rsatilishicha, Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni Amerikada ilgari ko'rilib boqmagan kuchli qonun bo'lib, bu qonun ijro qilingan 1,5 yildan buyon Xitoyning 6300 maltush paraxoti to'sib qilingan. Bu paraxotlarning yarmligida qaytarib etilgan. 2 milliard 200 million dollarlik mal tutib qilingan. Ularning ichida paxta, kuntaxta, pomidor mahsulotlari asosli salmoqni egallagan. Maqolaning xulos qismida Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni kelgusida qandoq bo'ladi degan masala o'tirib qo'yilgan bo'lib, agar Amerika hukumatining bu qonunni yo'l qo'yishdagi maqsadi Xitoyni atalmish Xinjiang siyosatini o'zgartirishga majburlash deyilsa, u holda Sharq Turkistonda ko'rinarli yaxshilanish bo'lganligi haqida isbot yo'q deyilgan. 2020-yili Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Arqadan uzoq o'tmayla Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni davlat majlisiga sunildi va ma'qullandi. 2021-yili 12-oyning 23-kuni Amerika prezidenti Joe Biden bu qonunga imzo qo'ydi. 2022-yili 6-oyning 21-kuni bu qonun Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi tomonidan ijro qilinishga boshlandi.
Sharq Turkistondan chiqqan har qanday mahsulotning Amerikaga kirishini cheklaydigan bu qonunning o'tirib qo'yilishi Uyg'urlarni sistemalik bostirayotgan va qul qilayotgan Xitoyning savdo iqtisodiga dastlabki qadamda zarba berishda, shundaqla Xitoyning xalqaro obrazini tushirib, uning dunyoga kengayotgan ta'sirini cheklashda muhim rol o'ynaganligi ma'lum. Amerika Moda sohasi birlashmasining prezidenti Julia Hughes xonim yaqinda o'zlarining tor betida e'lon qilgan obzorda moda kiyim-kechaklar sohasining Sharq Turkistondagi majburiy emgak bog'lanishli bo'lgan mahsulotlarga alohida diqqat qilishga boshlaganligini, bu sohadagi tirishchanligini bekorga ketmagan deyishga bo'lganligini alohida ta'kidlagan. 15 yanvar e'lon qilingan obzorda aytilishicha, Amerika hukumati ma'qullagan va rasmiy qonunga aylangan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni Amerika savdo sohasi bo'libmi moda kiyim-kechaklar sohasining Uyg'ur majburiy emgikiga sherik bo'lib qolmasligini qonun asoslari bilan ta'min etgan. U bu vaqtda to'xtalib, har qaysi danglik marka sohiblari va to'p tarqitish shirkatlarining o'z ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak omillarini eng tuban chekka tushirishga tirishayotganligini eskartgan. U bundan har qaysi taraflarni tilga ilib, biz davomli holda Amerika Davlat Majlisi, Ona vatan xavfsizlik ministrligi, Emgak ministrligi qatorliq bilan zich hamkorlashib, moda kiyim-kechaklar sohasining majburiy emgakka bog'lanib qolmasligini eng zo'r darajada kapolatga ega qilamiz degan. Obzorda aytilishicha, 11 yanvar kuni Amerika Avam palatasida o'tkazilgan guvohlik yig'inida mufattishlik va javobgarlik bo'limining direktori Dan Bishop bu haqda maxsus so'z qilgan. O so'zida Xitoyda ishlanayotgan to'qimachilik mahsulotlarining mutlaq ko'p qismiga Sharq Turkistondan chiqadigan paxta ishlatilganligini, shong bu joydagi paxtaga chetishliq har qanday mahsulotni birdek majburiy emgak bilan aloqador deb qarash lozimligini o'ttirib qo'ygan. Shuningdek, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi musodir qilayotgan to'qimachilik mahsulotlarining amaliyot Uyg'ur majburiy emgak bog'lanishli mahsulotlarining faqat kichikina bir qismi ekanligini alohida eskartgan. Bu qatimliq guvohlik yig'inida o'ttirib qo'yilgan tavsiyalar qatoridagi cheklash doirasini boshqa 27 davlatga kengaytirish, xiloflik qilguvchilarga beriladigan jazo va tekshirishni kuchaytirish qatorliq tadbirlar bu jihatdagi aktiv bir qadam deb qaralmoqda. Qozog'istonda Uyg'ur tilida chiqadigan eng chong gazet Uyg'ur ovozining mushtari soni 20 mingdan eshib, Qozog'istonlik o'qirmanlari eng ko'p gazetlarning bir sifatida o'rin olmoqda. Qozog'istonda Uyg'ur tilida chiqadigan va o'zining uzun tarix jarayon bo'lgan matbuotlarning biri Uyg'ur ovoz gazeti bo'lib hisoblanadi. Bu gazet 1957 yildan buyon kommunizm tug'i nomi bilan nashr qilinib kelgan bo'lib, Sovet ittifoqi yemirilib Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin nomi Uyg'ur ovoziga o'zgartirilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, hozir bu gazet Qozoq gazetlari birlashmasiga kirgan bo'lib, u haftasiga bir qatim chiqadigan jumuriyatlik jamiyatlik siyosiy gazet bo'lib hisoblanadi ekan. Buningdan bir yil ilgari mazkur gazetning mushtarilar soni 16320 ga yetgan edi. Bu yil, ya'ni 2024 yil bo'lsa, mazkur gazetning mushtari soni 20 mingdan oshgan. Mazkur gazetning bosh muharriri Qozog'iston Uyg'ur etno-madaniyat markazi oliy kengashining raisi Ershad Asmatov apandi Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Gazetimiz Qozog'istondagi eng ko'p tarqatiladigan gazet jurnallarining oldin qatoriga kirdi. Gazetga bizlar emas, boshqa millatlarmi, Qozog'iston hukumatimi alohida hurmat bilan qaraydi. Gazetimiz mushtarilarining ko'payishida Uyg'ur xalqining to'kpisi zo'r. Men ularning bu ro'yiga qo'llab-quvvatlashiga rahmat aytaman. Gazetimiz keyingi yillarda ig'ir vaziyatlarga, iqtisodiyat qiyinchiliklarga duch kelgachga, gazetimizning tarqatilishini o'stirish maqsadida biroz ishlarni qilyapmiz. Buning natijasi yomon emas bo'lyapti. Qozoq shoiri, tarjimon, Qozog'iston yozuvchilar va jurnalistlar ittifoqlarining a'zosi Davlatbek Baytursunoli apandi Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida mundaq dedi. Uyg'ur ovozi Qozog'istonda chiqayotgan axborot matbuot boshlig'idagi birdan-bir o'qirmani bor, o'rni bor, obro'yi bor gazet. Qozog'iston Cumhuriyatida 20 million xalq umr surdi. Shuning 300 mingga yaqini Uyg'ur millatining vakillari. Shu qandosh tegimiz bir Turkiy Uyg'ur qarindoshlarimizning bu gazetining mushtarilari bu yil 20 mingdan eshibdi. Bu albatta yaxshi ko'rsatkich. Bugungi kunda butkul olam ijtimoiy taratqularga telefonga kirib ketgan paytda qog'ozdan o'qiydigan gazetning tirajining 20 mingga yetishi cho'ng utuq. Bu gazetda mening asarlarim Uyg'ur tiliga tarjim qilinib, e'lon qilinib turdi. Mening haqimda materiallarim berildi. Uyg'ur o'qirmanlari meni mush gazet orqali tanidi. Bu ikki xalq Qozoq va Uyg'urning do'stligiga, hamkorligiga, birligiga, davlatimizga xizmat qilayotgan birdan-bir nashr afkoridir. Men gazetning tirajining 20 mingdan eshishi bilan tabriklayman. Qozoq Uyg'ur Turkiya xalqlarining birligi, hamkorligi buningdan keyinmi mustahkamlansin. Ma'lum bo'lishicha, hozir Qozog'istonda yuqorida atalgan nashrlardan tashqari yana Uyg'ur tilida ijodkor, intizor, g'uncha jurnallar chiqadi ekan. Ular o'zlarini ta'minlasa, ikkinchi tarafdan ba'zi aholi va homiylarning moddiy qo'llab-quvvatlashiga erishadi ekan. Ularda Uyg'urlarning ona tili, madaniyati, tarixi, adabiyot haqida ma'lumotlar davomli e'lon qilinib turmoqda. Hurmatli ko'rurmanlar,
Yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.